Assalomu alaykum. Takror yaxshimisizlar? Zapisni ham qo'shib oldik. Charchamayapsizlarmi? Ramazon ro'zalari ham tugatib oldik. Tugab qoldi. Xullas, nasib bo'lsa bugun navbatdagi efirimizda yangi mavzu onli va cheksiz davriy kasrlar. Xo'p. Davriy onli va cheksiz davriy onli kasrlar haqida gaplashamiz. To'g'riroq, shu birinchi testni yechamiz. Salgina efirni takror qo'shganimga keyin notebook almashtirdim. Xo'p, bu mavzulashtirilgan videolar davom etadi. Guruhimizda atak sertifikat savollarini faqat o'sha tarzda yoki telefonda, kompyuterda yozib ishlab tashlayveraman. Chunki har biriga alohida efir qilsak, to'g'risi vaqtimizga to'g'ri kelmaydi. Anchadan beri o'zi va'da berib orqaga surilib yurgandi. O'sha uchun o'sha qulay ekan. Ya'ni men yechimini rasm qilib sizlarga tashlayman. Sizlar ko'rasizlar va savollar bo'lsa yuboraverasizlar. Bundan tashqari izohga qayerdadir ko'rib qolsangiz yoki ishlolmaganingiz yoki muhim deb bilganingiz umuman sertifikat savollari, boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohga tashlang. Uni ham ko'rib chiqib o'tib ketaveramiz. Xo'p, ketdik demak. Birinchi testimiz, birinchi savoli 3 kechamiz. Quyidagi tenglarning nechtasi, tengliklarning nechtasi to'g'ri? Demak, 10 ga bo'lsak, bu to'g'ri. Xo'p, bu 41 bo'lsa, bu 10 mingdan, bu mingdan xato. Xo'p, buni bitta silkasini guruhga ham tashlab qo'yay. Guruhga yozdim. Bo'ldi. So'rab qolishdi. Dars bo'lyapti deb. Keyingisi demak 613 taqsim 100. 100 dan 13 to'g'ri. Mana buni o'qiganda 6 butun 100 dan 13 deymizda, mana bu 100 dan 13 degani mana shuni anglatadi. Mana bu 10 mingdan bo'ladi. Hozir bu yerda mingdan bo'lib turibdi. Shu uchun xato. Keyingisi demak bu 100 dan 7. Tushuntiradimi? Mana bu 100 dan 7. Bu xato demak. Bunisi mingdan, bu yerda 100 dan turibdi. Bu ham xato. Ikkitasi to'g'ri ekan, ajoyib. Xo'p, keyingisi ketdik. 13 taqsim 40 soni 10 kasr ko'rinishda tasvirlang. Demak, 10 kasrga keltirish uchun bizaga mana buni 100, 1000 mana shunaqa tarzda keltirib olishimiz kerak. Bu uchun buni biza nechaga ko'paytiramiz? 25 ga ko'paytiramiz. Shunda 1000 bo'ladi. Ya'ni 13 ko'paygan 25. Necha? Hozir. Salgina qiyindan hisoblashdi. Hozir sekund. (13 ko'paytirilgan 25). 325. Demak, 325 bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi 3 xonalik. Demak, buni bizaga 25 ga ko'paytirib necha qildik? 1000 qildik. Demak, 0.325 bo'lar ekan. Ya'ni mana bu. 1000 dan 325 da bu degan. Xo'p, ketdik hisoblang. Buni demak ko'paytiramiz, ya'ni ko'paytirish qilsak. Ikkita sonni bo'lsak, ko'paytirganda bu son mana bu orqaga yuradi. Ya'ni 0.100 dan 1 ga ko'paytirsak edi, mana bu ikkita oldin orqaga yurardi. Hozir ikkita 0 qo'shilardi mana bu yerda, ya'ni mana bu bitta 0-ku. Mana bu ikkita 0 bo'lib 0.0 ikkita oraga qo'shilib
Shunaqa bo'ladi. Hozir biza bo'lyapmiz 0,4,3 bo'lar ekan C javob. Xo'p, ketdik keyingi narsaga, demak testimizga 4,2 ko'paygan 7,2. Buni topshiriq ham beraylik. Kansirlar bo'yicha o'zingiz mustaqil yechib yuborasiz. Hozir men o'zimga tashlab qo'ysam, esimizdan chiqmaydi. Xo'p, ketdik keyingi savolimiz. Hisoblang. Bu ham hisoblash. Hisoblash oid misollarni ko'pchiligiga o'zingiz yechganingiz ma'qul, ya'ni tushunasiz. Bu butun bunga buni qo'shib olsak, hozir 1 qanaqa bo'ladi? Bu 6 36 bo'lar ekan. Ayirsak 0,021 0,21 60 dan 21 ketsa necha qoladi? Xo'p, 39 qoladi. Mana bu javob ekan. Ketdik keyingi misolga. Soni quyidagi qaysi biriga teng? Demak, buni 12 taqsim 100 ni qisqartirib olar ekanmiz. 4 ga qisqartirsak 3 taqsim 25 bo'ladi. Javob. Xo'p, keyingisi hisoblang. Buni 125 taqsim 125 qilamiz va yuqorisi 125 minus 7 bo'ladi. Taqsim 125. 125 ni nechaga ko'paytirsak 1000 ga keladi. 8 ga ko'paytirsak 1000 ga keladi. Buni ayira olsak 118. Buni 8 ga ko'paytirsak 8 kare 8 4. Oxiri 4 bo'lgani mana bu bo'lsa kerak. 4, ya'ni 8 kare 8 4. 64 6 14 bo'ladi. Yana bitta 4. Xo'p, 8 kare 1 8. Aytdim-ku javob. Ketdik keyingisiga. Hisoblang. Buni ham o'zingizga beraman. Tashlab qo'yay. Ketdik. Xo'p, hisoblang. Hisoblashlar ko'p. Bu osonroq. Ya'ni bu bilan buni qisqartirsak 2 bo'ladi, qoladi. Bu bilan buni qisqartirsak yuqorida 6 qoladi. Ya'ni 36 ga 6 deb olsangiz o'zingizga qulay bo'ladi. Ya'ni butunni ko'zga o'chirib, ya'ni xayolan. Bu bilan bu demak nechi? 6 ga qisqarsak bu yerda 8 qoladi. Bu yerda 3 qoladi. Mana 3 va 8. Xo'p, bu bilan bu qisqarsa yana bu yerda 3 qolyapti, bu yerda 2 qolyapti. 2 ga qisqartirsak bu yer 8 dimi? Ha, 8 edi, demak 4 qoladi. Demak 3 taqsim necha qolyapti? 3 taqsim 8 qolyapti. Buni ham o'z navbatida 8 ni nechaga ko'paytirsak 1000 ga to'g'ri keladi, 125 ga ko'paytirsak. 125 ga ko'paytirsak buni, ya'ni 3 ni. Shunda xo'p, 475 bo'lar ekan. Bunaqa javob yo'q. Qayerdadir adashdikmikan? Taqsim 1000. Bas. Takror hisoblaymiz. Hech qisi yo'q. Xo'p, 12 2 qoldi. 36 6 6 qoldi. 6 bilan 2 qisqarsa 3 qoldi. 3 qoldi endi. Navbat aka, darsdaman. Dars bo'lyapti-da. Ha? Tamam. Ha, aka. Shunday qilaman, ha. Bo'pti aka. Ha, shunday. Ha, yaxshi aka. Xo'p, demak 6 bilan 2 qisqardi, tepada 3 qoldi. Demak, bu 1,8 bilan 4,8. 8 ga qisqarsa tepada 3 qoladi, pastda 6 qoladi. Buni ham qisqartirsa bitta 2 qoladi. Ha. 6 emas, o'zimga 2 qisqartirdim. Xullas, 3 taqsim 2 qoldi, ha. Adashtiribman-da, salgina qayerdadir. Bu ham teng 5 ga ko'paytirsak 10 lik kasrga keladi. Ya'ni 10 dan 15 bo'ladi, 1,5 bo'lar ekan javob. 5 ga ko'paytirsak. Nima qayerda xato qilyapman buni? Hayron qolyapman-da. Shoshilganda. Salgina fikr bo'lmish bo'ldim, nima bo'ldi?
Xo'p, 2. 6 bilan 36 bilan 6 qisqarsa yuqorida 6, to'g'rimi? Ha, 6 bilan bu qisqardi. 3 qoldi. 48 bilan 18 qisqardi 6 ga. 18 ni qisqartirsak 3 bo'ladi. 48 ni 6 ga bo'lsak 8 bo'ladi. 48 ni 6 ga bo'lsak 8 bo'ladi, to'g'ri. 9 taqsim 8 bo'ldi. Ha, ha, bilmadim qayerdadir qilsa 6 yozib ketdim, nima qildim? Bilasiz, orada bo'lib turadi hech qilsa. Xo'p, buni ham 125 ga ko'paytirsak, xo'p, 5, 45 ni 5i 45 ni 5i bunday bo'ldi, 4 qoldi. 18 ga 2 bo'ldi. Xo'p, 9 kara 1 9 va bizda 1 qoldi, ya'ni 10 bo'ldi. 20 bo'ldi, 11 bo'ldi. 1 butun, demak 1000 dan bo'ladi ham ana bu javob ekan. Salgina ko'zdan qochgan joyi bo'ldi. 324 butun 243. 100 dan 243 sonning 100 dan birlar va 10 dan birlar xonasida turgan raqamlar yig'indisini toping. O'ndan birlar. Demak, yuzlar qatori. Yuzlar qatori. Zo'r savolcha. Buni hozir guruhga tashlasam qiziqarliroq bo'ladi. O'zi osongina. Yuzlar 100 dan birini va 10 dan birini topib olasiz. Qiziqarliroq bo'ladi. Xo'p. Hammasini bilsak ham aql charxlamaydi dedi-ku. Ketdik keyingisi. Hisoblaymiz. Demak, bu 3 ta 0 bor, bunda ham 3 ta 0 bor. Demak, 0.8 qoladi. 7 kara 8 56 mi? Ha, 5.6 bo'ladi. Plus. Tamom, sarina. Xo'p, buni 3 ta 0 bilan bu 1.1 bo'ladi, 4.4 bo'ladi va javobi 10 bo'lar ekan. Ajoyib. Xo'p, 5 ana buni 5 ni kvadratini 0.ku 0.25 qilamiz. Tushuntira oldimmi? Nima deganda 5 taqsim 10 da bu. 5 taqsim 10 ku, mana. O'shaning uchun buning kvadrati bo'ladi. Ikkalasiga ham tegishli-da, 25 taqsim 100 bo'ladi. Shuning uchun mana shu tartibda yozib ketasiz. Tushuntirib o'tib ketay dedim, ochib. Xo'p, plus 0.09 bo'ldi bu. Minus 0.04 emas, 0.08 bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Chunki bu kub. Xo'p. Endi buni qiymatini topsak, bundan buni ayirsak, ya'ni 90 dan 8 ketsa 81 qoladi. 0.082. 82 ham demaysiz, hazillashib gapirsam. Xo'p, endi 25 ga qo'shsak, 0. necha bo'ladi? 2 o'zi qoladimi, qolmaydimi? Qolmaydi, chunki 3 bo'ladi. Xo'p, 2 mana bu 2 bo'ladi. 5 ga 8 ni qo'shsak 3 bo'ladi. 332 taqsim 0.001. Va bu javob bitta, ikkita, 3 ta qaytamiz. Bitta, ikkita, 3 ta qaytadigan bo'lsak, javob bo'ladi. Xo'p, hisoblash. Endi hisoblash, buni ham ko'paytirsak, mana bu 0.lik bo'lgani uchun 2 ga ko'paytirsak 0.24 ku. 0.2 ga ko'paytirsak 0.024 bo'ladi. Bu ham xuddi shunday, 8 ga o'zi ham bunday qilib olsak bo'lar ekan. Ana bu ham buni chiqarib olamiz. 0.12 chiqarib olsak 0.2 plus 0.8. Ya'ni bu ikkalasi birni beradi, yig'indisi. 0.2 o'zi qoladi va bu bilan bu qisqarsa 1 qolar ekan. Buni o'zi 1 taqsim 2 ku, shu uchun. Savol tug'ilsa bemalol berishingiz mumkin. Tortinmanglar. Demak, ajoyib misol. Kubi ham bor ekan. Zo'r misol. Mana shuni ham nima deb tashlab qo'yaman. Topshiriqlarga qo'shaman.
topshiriqlar sifatida bajarasizlar. Yaxshi bo'ladi. Salgina ko'proq topshiriq bo'lsa ham, takrorlash ham yaxshiroq bo'ladi bu xonada. Xo'p, demak, bu 0.1. Ya'ni nimaga? Bunda ikkita yuzlik, bu o'nlik, shu uchun. Bu ham minglik, yuzlik. 0.1 plus 0.1. Bu ham bu 10 minglik, bu minglik. Bu ham 0.1. Yig'indisi ana bunisi minus bo'lgani uchun bittasi ketadi va 0.1 o'zi qoladi. Ketdik keyingi misol. 2 ga bo'lsak, mana bu misol uchun qiziqroq. Ya'ni 2 ni 0.2 ga bo'lsak 10 bo'ladi. Xo'p, minus. Buni bunga bo'lsak, ya'ni 60 ni 3 ga bo'lganda 20 bo'ladi. Plus 12 ni 1 ga bo'lsak 12 bo'ladi. Hop, 22 dan 20 ketsa 2 qolar ekan. Soni o'nli kasr ko'rinishda keltiring. Buni 4 ga ko'paytira olsak, 3 bu o'nli kasrning raqamlar yig'indisi topiladi. 3.4 ga ko'paytira olsak, 48 raqamlar yig'indisiga kelsak, 12 15 bo'lar. Keyingisi 3 sm va 13 detsimetr. Xo'p. Metrda ifodalang. Buni metrda ifodalasak 4.03 bo'ladi. Plus buni metrda hisoblasak 1.3 bo'ladi. Shunda 5.33 bo'ladi. Ketdik. Kilogramm va sentimetr. Xo'p. Kilogramm va sentimetr. Demak, buni tonda hisoblasak, bu 1000 2.2 tonna, ya'ni plus bu 0.1 sentimetr. Ya'ni 0.01 dedim, nima dedim? Bu 1 tonna. 1 tonna qo'shib olsak 3.2 bo'lar ekan. Bejob. Xo'p, keyingisi 2, 7 va sonlar orasida natural sonlar nechta? Demak, 12 va 12 dan katta, endi 2, 7. Uzr. Men 20 teskari yozib qo'yman. 12 butuniga. 2.7 dan katta, n katta. Xo'p, 12 8 natural sonlar kerak, o'ziga. 3, 4, 5, 6, 5 dahshat bo'ldi. 6 ham dahshat bo'ldi. 7, virgul ham dahshat bo'ldi. 8, 9, 10, 11, 12. 13 kirmaydi. 13 bundan katta son. Va bu yerda 2 ham kirmaydi, xuddi shunday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ekan. Bejob. Xo'p. Savol qismi tugadi. Agarda savollar bo'lsa, test qismi, ya'ni aytib o'tib ketinglar. Ko'rib ketamiz. O'tgan mavzu topshiriqlarni tashlang. Menimcha guruhda faqat bir kishi bajarayotgan mavzu. Yo'q, bir nechta bo'ldi menimcha. Bajarib boringlar, savollar bo'lsa, to'g'ri qolsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Efir yakunlandi. Og'izocharga bismit qoldi. Ya, ancha bor menimcha, 2,5 soat. Bizada kimda qanday bilmadim. Xo'p, charchamanglar. Efirimiz yakunlandi. Sog' bo'linglar.